Demak, hozir kecha kunduzdan narxi hojaga qanaqa bo'lyapti ekan? Endi bu balgarlarda narxini ochiq bilmadik. Bozorlarda ko'rmadim-da, bu erta ekilgan yo'q ekan. Men asal ertaroq uzib qo'ygan ekanmiz, 30 mingdan bering deyishdi, berib kelaverdim men. 40 kilocha uzovdim. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli qo'llar. Hozir lavhanimiz Andijon viloyati Ulug'nor tumani G'alaba mahallasidamiz. Bu yerda Sakata kompaniyasini Yava F1 bulg'or qalampirlari, ya'ni bolgarskilar ekilgan, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, bu issiqxonamiz egalari biz bilan suhbatda Hoji akamiz. Assalomu alaykum Hoji aka. Va alaykum assalom. Ishlar bilan. Rahmat. Xudo barakasini bersin. Aytganlaring kelsin iloyim. Hoji aka, endi mana shuni bolgarskimiz ekilgan muddatini bir eslab o'tsak, urug' tashalgan, ilk ko'chat ekilgan muddatini. Buni 1-noyabrda urug' tashlaganmiz suvga. 65 kunlik qilib ekilgan. 65 kunlik, 60 kunlik ekilsa yaxshi bo'ladi ekan. 5-yanvar kuni yerga qo'yganmiz. 5-yanvarda ko'chatlar ekilgan. 5-yanvar kuni ko'chatlar qo'yilgan. 65 kunlik deganda qo'yilgan ko'chatlar. Hozir bu yerda beberishni deymiz, terim jarayoni ham bo'libdi. Bitta ikkita bir 30-40 kilocha terdik. 30 kilomi 40 kilo terib oldik birinchini boshini. Hozir bu yerda issiqxonamiz qancha edi? 8 sotik. 8 sotik joyga ekilgan. Qancha ko'chat ekilgan? 3000 ta ekilgan. 3000 dona ko'chat ekilgan. 3000 ta ko'chat ekilgan. Endi Hoji aka, mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib o'tadigan bo'lsak, hozir mana bitta bolgarimizni mana 2 ta 4 ta, 6 ta, 8 tagacha birinchi yarsak mevalar hozir o'lchami yaqin holatda kelib qolibdi-da. Hoji aka, mana keyingi o'simlik misolda ham ko'radigan bo'lsak, mana bunisida ham mana 4 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Mana bunisida ham xuddi shunaqa. Bunda ham kami 7-8 ta meva bir-biriga yaqin holatda yetilib kelyapti. Deyarli bir xil hammasi ham. Deyarli bir-biriga o'ta yaqin holatda shakllanyapti ekanda. Hoji aka, 5-yanvarda ekilgan holati bo'lsa, hozir 5-fevral, 5-mart, bu yog'i 25 kun bo'lsa, 80 kun bo'ladi. 80 kunlik holatda ekan. Holat 80 kunlik holatda. Bu yerda demak isitish jarayoni bor. Issiqxona isitilgan, yaxshi isitilgan. Ko'mir bilan isitiladi. Ko'mir bilan isitilgan. Yava bolgarimizni birinchi marta ekib ko'rilishimi? Birinchi ekilishim, ekmagan oldi. Bolgarda o'z birinchi ekishim men. Bolgar ekmaganman hech men. Bolgar YouTube'larda ko'rib, o'sha hosildorligi yaxshi degan uchun ekdim. Birinchi yil ekishim oldin faqat pomidor bodring ekardik. Bu bolgar qalampirni birinchi yil ekib sinab ko'rishim. Pomidor bodringga nisbatan buni ish jarayonlari qanaqa ekan? Ishi kamroq ekan lekin u. Bilmadik lekin nima g'alvat ko'tarilsa yana ashunda bilinadi, to'g'ri gapda. Issiqxona endi g'alvatni ko'tarsak xudo xolasa. Demak, hozir kecha kunduzdan narxi hojaga qanaqa bo'lyapti ekan? Endi bu bolgarlarda narxini ochiq bilmadik. Bozorlarda ko'rmadim-da, bu yerda ekilgan yo'q ekan. Men asal ertaroq uzib qo'ygan ekanmiz, 30 mingdan bering deyishdi, berib kelaverdim men. 40 kilocha uzovdim. Bu demak hali yana yetilish jarayoni oldinda-da, mevalarimiz yiriklashishi, mevani och yashil bo'lsa, men hali xom ko'k uzib qo'yibman buni. Demak, ozgina bir hafta 10 kundan keyin yana ham qo'shimchalik bir haftalik bor deyishyapti. Hozir bir haftadan keyin hali oqarsa, hozir vesi ham ancha qo'shilib ham qoldi. Bir ashunda ko'kini uzganda 70 gram chiquvdi, tortsam. Hozir menimcha ushlasangiz ancha qalinlashib qolibdi, ancha ves qo'shib yuborgan, 100 gram tepaga chiqqan menimcha bular hozir. Yana bir hafta 10 kun tursa, xudo xolasa bir haftalarda yaxshigina o'lcham keladi. O'lcham keladi. Hali och yashil holatga yana ham o'tadi, bleski kuchayadi. Hali nima deydi? Nimani chaqiradi odamni o'ziga yashil bozorda endi. Jalb qilish xususiyati bo'ladi. Hozir kecha kunduzda agar aynan siz ekkan muddatda menimcha juda kam. Respublika bo'yicha ham, chunki ko'pchilik xalodnaga ekishadi. Hozir holatda menimcha yomon emas. Buni endi hurmatli kuzatuvchilar, keyingi holatlarni ham bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hoji akamdan iltimos qilib, mana 80 kunlik holatda Yava bolgarlarimiz holati, demak har bitta tutda hozir kunda 7 ta, 8 ta kamida har bir tutda meva bir-biriga o'lcham jihatdan yaqin bo'lgan holatda yetilib kelgan. Demak, bir haftalikda o'sha 7 ta 8 ta uziladigan bo'lsa, taxminan uni ham bir hisobini ko'rarmiz. Albatta, uzilsa necha grammdan to'g'ri keladi. Bitta terimda yuqori yarsiga ham
e'tibor qiladigan bo'lsak, mana 7-8 tadan keyingi mana har bir tubda mana 4 ta 5 ta hosil shoxi bo'ladigan bo'lsa, yuqori yarusida ketma-ket mevalar ushlash jarayoni, gullar ishlash jarayoni davom etyapti. Bu yuqori yarusdagi ikkinchi etap hosillar hisoblanadi. Xudo xolasa ikkinchi etapdagi hosillarimiz ham kamida 7-8 ta har bir hosil shoxda agar 2 ta 3 tadan bo'ladigan bo'lsa, kami 7-8 ta, bo'lmasa 12 tagacha bu yerda qo'shimcha meva shakllanish imkoni bo'ladi ikkinchi yarus mevalarimizda. O'rtacha bir 10 taga agar yuqori yarus yana nima qilib bersa, ushlasa, deng. Ushlab o'sha kunlar isigincha yetiltirib olsak, xudo xolasa natijalar yaxshi bo'lib qoladi. Mana Xudo xolasa yaxshi bo'lsin. X sxemasi bu yerda qanaqa olingan? X sxemasi buni 35 ga ekdik biz. Birinchi yil ekishimiz edi. Ko'p yerda o'ta qalliqlar, ko'chat orasi 35. Bu bog'liq 50-60 bo'lsa kerak-da, endi taxminan shunday. Ikkita qator oralig'i. Ikkita qator oralig'i 50-60 atrofida bor. O'shanda pushta qancha olingan bu yerda? 140 ga olinganda. 140. Egati ichidan egatiga 140. olingan. Bu yoq qalligi 35 dan qilib ekilgan. Shu shoxlab ketadi deb YouTube'da ko'rgandim. Siyraroq ekish kerak ekan buni deyishgan uchun siyraroq 35 ga ekkanmiz. Hozircha shunaqa, lekin ancha bir-biriga tegib ketdi hozir. Keyin kelajakda nima bo'ladi endi bilmadim, endi ko'ramiz hali. Lekin amali xudo xolasa menimcha yaxshi ketishi. Yaxshi. Hojaga Xudo barakasini bersin. Xudo xolasa yo'limiz tutsa, keyin safarlarda keyingi holatlarni ham bir albatta kuzatuvchilarimiz ko'rsatib o'tarmiz. Kanalni kuzatishda davom etingizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.